Hujrai saodat. Madinai Munavvaraning yashil javohiri. Qubbai hadro, ya'ni yashil qubba. Ushbu yashil gumbazning ostida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning bu dunyodagi istiqomatgohlari, vafotlaridan keyin esa istirohatgohlari bo'lmish tabarruk maskan Hujrai saodat joylashgan. Hujrai saodatning o'zi va uning atrofi bugungi kunda haram va salom deb nomlangan ikki qismga ajratilgan. Ichkaridagi eshiksiz va derazasiz xonaqoh Hujrai mutahhara deb ataladi. Bu yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam, Hazrati Abu Bakr hamda Hazrati Umar roziyallohu anhumolar dafn qilinganlar. Baytus saodatning muhofazasi uchun Umar ibn Abdulaziz roziyallohu anhu to'siq devor urdirgan bo'lib, Ka'bai muazzamaga o'xshab qolmasligi uchun 5 burchak shaklida qilingan. Bu devor hozirgi kunda ham shu holatda saqlanib qolgan. Muvojahai sharifa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga salom beriladigan joydir. Bu yerdagi Tavba eshigi ustiga o'rnatilgan kumush lavhaga Usmon G'oziydan to Sulton Ahmad ikkinchigacha bo'lgan Usmonli sultonlarning ismlari yozib qo'yilgan. Ravzai Mutahharoga qaragan burchakdagi lavhaga yozilgan hadisi sharif siz u bizga go'zal bir mujda beradi. Mening uyim bilan minbarimning orasi jannat bog'laridan biridir. Minbarim esa jannat ustidadir. Mana bu Hazrati Oysha roziyallohu anhoning eshiklari. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Masjid-i Nabaviyga mana shu eshik orqali kirib chiqar edilar. Bu tahajjud eshigi hamda tahajjud mehrobi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tahajjud namozlarini mana shu joyda o'qir edilar. Tahajjud mehrobi oxirgi marotaba Sulton Abdulmajid davrida yangilangan bo'lib, 1980-yilda usti yopilib, koshillar bilan bezatilgan. Mana bu eshik Hazrati Fatima roziyallohu anhoning eshiklari deb ataladi. Bugungi kunda ichkarida Hazrati Fatima roziyallohu anhoning maqbaralariga ko'zingiz tushadi. Maqbara ustidagi yopinchiqda bu Hazrati Fatimaning qabridir degan yozuv bor. Hujrai saodatning haram qismiga o'tiladigan eshiklar atayin kichikroq qilib yasalgan bo'lib, ichkariga beixtiyor ta'zim bajo aylab kiriladi. Hujrai saodatning yopinchig'i Kisvai saodat 5 burchakli devorni to'liq qoplab turadi. Bu yerga ilk yopinchiqni Harun ar-Rashidning onasi ildirgan ekanlar. Yashil gumbaz Hujrai saodatning aynan ustida joylashgan. Endi qibla tomonga, janub tarafga, Muvojahai sharifaning orqa tarafiga tomon yuramiz. Qibla tomondagi devorda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning, Hazrati Abu Bakr hamda Hazrati Umar roziyallohu anhumolarning ismlari yozilgan yopinchiq osilgan. Ravzai Mutahhara tomonda kalimai tavhid yozilgan bo'lib, yopinchiq Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muborak boshlari tomonini ko'rsatib turadi. Ushbu kichik eshikdan ta'zim va hurmat bilan kirib, salom qismiga o'tamiz.
Alloh va uning farishtalari nabiyga salovat ayturlar. Ey iymon keltirganlar, sizlar ham u zotga salovat aytib salom yo'llanglar. Hazrati Fatima roziyallohu anhoning mehroblari. Hazrati Fatima roziyallohu anho shu joyda namoz o'qiganlar. Bu mehrobni dastlab mamluklar sultoni Ashraf Qaytboy qurdirgan. Qonuniy sulton Sulaymon yangilagan. Abdulhamidxon ikkinchi esa koshinlar bilan bezattirgan. Ul rasuli mujtabo ham rahmatan lil alamin, menda madfundur deya falakka faxr aylar zamin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga, u zotning ahli baytlari va ashablariga durudu salovatlar bo'lsin.